Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bizda telefon do'konimizda sifatli, ishonchli telefon apparatlarimiz bor. Samsung S23 Ultra 5G telefoni, korobka dokumentlari bor. Operatsiyasi 12, xotirasi 512 talik, ikkita sim kartali, ikkalasi ham imeykadan o'tgan holatda telefonimiz arzon narxlarda $570 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Samsung S22 Ultra telefoni, korobka dokumenti bor, region Koreya, bitta sim kart ishlaydi. Imeykalardan o'tgan holatda telefonimiz arzon narxlarda $410 qilib beramiz. Keyingi telefonimiz Samsung S23 Ultra telefoni, operatsiyasi 12, 512 talik, korobka dokumenti yo'q, lekin dokument tomonlama telefonga javob beramiz. Imeykalar o'tgan holatda telefonimizni ulgib qolinglar, bunaqa narxlarda hadib ham bo'lavermaydi. $530 qilib beramiz. Samsung S23 Ultra telefonimiz 12 ga 256 talik, imeykalar o'tgan holatda $550 qilib beramiz. Holatlar ideal holatda. Kamera zashtalarni ham ko'rib qo'yinglar. Maza qilib ishlatadigan, kamerasiga chexol taqmasanglar ham hech narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. 22 Ultra telefonimiz 12 ga 256 talik, imeykalar o'tgan holatda. Bu telefonimizdan o'ta ham arzon narxlarda $360 qilib beramiz. 21 Ultra narxi pashta. Samsung S21 Ultra telefonimiz, holatlar yaxshi holatda. Telefonimiz hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Bu telefonimizdan o'ta ham arzon narxlarda ulgib qolinglar. Hadib ham bunaqa narxlarga bo'lavermaydi. Arzon narxlarda $240 qilib beramiz. Sababi mana ozginagina dog' bor, yo'q hisobida. Bu telefonni o'zimiz klientimizdan olib qolganmiz. 1 oy davomida mana shunday ishlatib yurgan, hech qanaqa kengaymagan ham. Holatlari alishmagan, hech qancha radnoy kirishalari alishmagan. Tiniq holatda. Yana bitta 21 Ultra telefonimiz, holatlari zo'r holatda. Bu ham arzon narxlarda qilib beramiz. $275 qilib beramiz. Mana buni eshitib jinni bo'lasizlar aniq. O'tirib olinglar, tushib netib ketib qolmanglar bir joydan. Telefonimiz 21 Ultra, holatlari yaxshi holatda, ozgina qirilgan joylari bor. $240 qilib beramiz. S21 Plus telefonimiz, holatlari yaxshi holatda, opa-singillarimiz uchun zo'r podarka bo'ladi. Arzon narxlarda S21 narxiga qilib beramiz. $215 qilib beramiz. Samsung A55 telefoni, 8 ga 128 talik korobka dokumentlari bor, imeykalar o'tgan holatda telefonimizni $230 qilib beramiz. Samsung S23 telefoni, holatlari zo'r holatda. Telefonimiz operatsiyasi 12, 256 talik, adashmasam kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Menimcha 8 ga 256 talik bo'lsa kerak. Narxi arzon narxlarda $350 qilib beramiz. Xiaomi 14T telefoni ideal holatda, ekrandagi hali salafallari ham shilinmagan. Osinglar maza qilib ishlatasizlar, korobka dokument, full komplekt, zaryadchilar bilan birgalikda 12 256 talik $360 qilib beramiz. Samsung arzonchi modellardan Samsung M23 telefoni, imeykalardan o'tgan holatda 128 talik $1,200,000 so'm qilib beramiz. Samsung S21 Fed 5G telefoni 8 ga 256 talik, yevrosi, ya'ni ikkita sim karta ishlaydi. Arzon narxlarda $235 qilib beramiz. Samsung S21 telefonini ikkita sim kartaligini istayotgan do'stlarimiz uchun 8 ga 128 talik, bu telefonimizni ham $180 ga qilib beramiz. Redmi Note 13 telefoni 8 ga 256 talik. Bu telefonimizni ham $1,650,000 so'mga qilib beramiz. 8 ga 256 talik Redmi Note 13 telefoni. Samsung Note 20 telefoni. Telefonimiz 12 ga 256 talik, batareyka quvvati 4,5 mAh bo'ladi. PUBG o'ynaydiganlar uchun arzon narxlarda $170 ga qilib beramiz. 90 fps ushab beradi. Redmi Note 13 Pro telefoni, full komplekt, korobka dokument, original zaryadchilar bilan birgalikda qilib beramiz. 8 ga 256 talik $165 ga qilib beramiz. Samsung S10 5G telefoni, holatlari yaxshi holatda, imeykalar o'tgan holatda $170 ga qilib beramiz. Redmi 13 telefoni, holatlari ideal holatda. Telefonimiz korobkadan ochilgan, ozginagina ishlatilgan. Zaryadchilar bilan birgalikda $1,450,000 so'mga qilib beramiz.
Samsung S22 Plus telefonni S22 ning narxiga berib yuboramiz. 8256 tal imekalar o'tgan holatda $250 yoqib beramiz. Hozirgi kunda $280 atrofida sotilayotgan telefonlar, $280-$290 atrofida sotilyapti. Samsung Note 10 telefoni 12256 talik telefonimiz arzon narxlarda 1.550.000 so'mga yoqib beramiz. Arzonchi modellarni istayotgan do'stlarimiz uchun Samsung M33 telefoni, xullas bu telefon ham 6.128 talik, lekin maza qilib ishlatadigan telefonlar. Biz bundan ishlatib ham ko'rganmiz, zaryadi ham uzoqqa yetadi. $100 dan qilib beramiz. Holatlari zo'r holatda Samsung M33 imekalar ofisidan o'tgan $110 dan qilib beramiz. Redmi Note 11 Pro telefoni arzon narxlarda 8.128 talik 1.50.000 so'mga qilib beramiz. Honor X9B telefoni, korobka dokumentlari bor, arzon narxlarda $185 ga qilib beramiz. iPhone ham reklama qilib qo'yaylik, oxirgi telefonlarimizdan bittasi iPhone X SE telefoni. Bu telefonimizni ham yurib olinglar, 1.450.000 so'mga qilib beramiz. $120 atrofida sotilyapti shu telefonlarimiz. Kimga shunaqa sifatli, ishonchli telefonlar istayotgan do'stlarimiz bo'lsa, biz kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni do'stlarga tarqatib, biz kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Zakazlar bo'lsa, qabul qilaveramiz. Cheklanmagan miqdorda xohlagan telefonlarni, xudo xolasa, iPhone'lar ham qilib beraveramiz. iPhone ishlatuvchi biz kanalimiz kuzatuvchilar bo'ladigan bo'lsa, biz kanalimizni kuzatib borishda davom etinglar. Podpisasiz bo'lish esdan chiqmasin. Faqat sizlardan iltimos, ish vaqtimiz ertalabki 8 dan kechqurungi 8 gacha telefon qilib, xohlagan telefoninglar so'rasanglar bo'ladi, lekin undan keyin biz ham dam olamiz. Telefon qilib bezovta qilmanglar. Bizning manzil Andijon viloyati, Sharxon tumani, Makro supermarketi, 2-etaj, 33-do'kon.